Kamerani zaryadlovchi Type-C kabel, qo'llanma qog'ozi. Bu yangicha ko'rinishdagi pultli kameramiz, xuddi mashina pultiga o'xshab ishlangan. Kameralari Full HD formatda video syomka qiladi. Tungi videoga olish funksiyalari ham bor. Kaltini ochish uchun bosiladi. Bu yerga xohlagan mashinani kaltini yasab olsangiz bo'ladi. Kameraga flashka qo'yish uchun orqa korpus suriladi. Tortib ochiladi. Kameraga 32 GB SanDisk flashka qo'yish tavsiya qilaman. Flashka xuddi shu ko'rinishda qo'yiladi. Bu joyda kamerani zaryadlovchi Type-C porti joylashgan. Bu joyda kamerani zbros beradigan kichkinagina knopkasi joylashgan. Kamerani ishlatish uchun eng tagidagi knopka bosib turiladi. Chirog'i yonadi. Ko'k chiroq yongandan keyin eng tepadagi knopka 3-4 sekund bosib turib qo'yaveramiz. 4 marta amalga qilib o'chdi chirog'i. Hozir video syomka qilyapti. Videoni to'xtatish uchun yana eng tagidagi knopkani bir marta bosamiz va video saqlanib bo'ldi. Bosib turib o'chiramiz. O'chdi. Hozir sizlarga videolarni qanaqa olganini kompyuterda ko'rsatib beraman. Kameraga zapis bo'lgan videolarni переходник orqali kompyuterga qo'yamiz. USB papka chiqadi bosamiz. Videoga kiramiz. Hozir olgan videolarimiz, tasini ko'rib o'qamiz. Hozir kamerali pultda video syomka qolgan videolarni ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Sifati juda tiniq oladi.